Salom do'stlar, sizlar bilan Felix. Bugungi videomizda yana yangi ma'lumotlarni olib keldim. Videoni boshlashdan oldin like va podpis tugmasini bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa ketdik. Bizning birinchi yangiligimiz bu standoffga yangi qurol qo'shildi. Bu pichoqga yangi skin bo'ladi. Buni nomi Corret va buni a, siz nomini yozib 40% chegirma orqali mana bu ekranda chiqib turgan kodlar tersangiz 40%li chegirmada sotib olsangiz bo'ladi. Va ikkinchi yangiligimiz standoff yaratuvchilari razработчиклар yaqinda anavi xizmatlar va goldlarni ID orqali qilisharkan. Xuddi PUBG Mobile kabi ID orqali UC tashilgandek, buni standoffda ham ID orqali gold tashib berilar ekan. Buni keyingi yangilanishda kutib qolamiz. Razработчиклар shuni o'z sahifasiga joylagan edi. Ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.